Ertalab bo'libdi mana. Obunachilarim bilan salomlashib olay. Hozir obunachilar, sizlar bilan men hozir salomlashaman. Barchaga salom, sizlar bilan men Kenzo. Bugungi videoda biz game xona quramiz. Ya'ni men yangi bloger bo'lganim uchun streamlar qilishim kerak va obunachilarim ko'paytirishim kerak. Va mana shu uyimni tagidan biz game, ya'ni stream xona quramiz. Qani bo'lmasam ketdi, video boshlandi. Xo'p, birinchi o'rinda biz огородlarimizni tozalab olishimiz kerak. Mana kecha game xonaga hamma narsalarni sotib olib qo'yganman va shu yerga olib kelib qo'yganman. Mana shunchagina pulim qoldi. Hozir birinchi o'rinda огородni sug'urib olamiz. Mana bu qilichga e'tibor bermanglar. Bu qilich almazli qilich, faqat kuchaytirilgan. Hozir bir ursam zombilar o'zi yo'q bo'ladi. Aytgancha qishlog'imizda yangiliklar, mana bu yerda yangi do'kon ochildi va bizni savdoyimizni olib qo'ydi. Ya'ni biz mana shu yerdagi огородdan pul topardik. Endi mer o'sha yerga огородga pul, mana bu sabzavotlarni o'sha yerga sotyapti. Bizni o'sha yerdan pullarni beradi. Огородым ham juda yaxshi pishib qopti. Birinchi yig'ib olamiz va keyin ekamiz. O'rtoqlar, o'zlaringizda nima gap? Yaxshimisizlar? Videoga like va podpiska qo'yinglar. Hozir tezlashtirib yig'ib olsak, keyin game xonani quraveramiz. Bitta chirik chiqdi. Uni bitta masalan chirik chiqadi. Chiqmasa bo'lmaydi. Mana endi ekishni boshlaymiz. O'rniga kartoshka, sabzini o'rniga kartoshka ekamiz, kartoshkani o'rniga sabzi ekamiz. Mana shunday. Bu yerga ham kartoshka. Mana shunday. Endi bu yerga sabzi ekamiz. Bu yerga kartoshka ekib oldim. Mana ekib bo'ldik. Endi esa merga topshiramiz. Xo'sh, mer uyda ekanmi? Xo'p, mer bilan salomlashib chiqamiz. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Qaniysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Mana огородimni to'g'rilab, narsalarni olib keldim. Bo'pti, o'zingni shkafingga solib qo'y. Xo'p. Mana bu soldim. Mer, bizning oyligimiz tushmadimi? Yo'q, tushmadi. Xohlasangiz sandiqni ko'r. Bir tiyin ham puli yo'q. Yo'q ekan. Xo'p, mana buni solib qo'yaylik sizga. Nima edi? Bitta izmirot. Cho'ta jitellar ko'rinmaydimi? Biron joyga yig'ilgan ketishgandir. Bilmam. Aytgancha sizlarga uyimni tanishtirmadimmi? Uyimda yangi narsalar, mana yangi notebook oldim. Endi mana shunda video olamiz. Mana bu o'yinchoqni esa obunachim sovg'a qildi. Notebookni yopib qo'yamiz. Hamda endi game xonaga kerakli narsalarni
joylashtiramiz. Qani bo'lmasa mana buni olamiz. Buni ham, buni ham, buni ham, buni ham. Yo'q, qilich qolsin. Bu ham qolsin. Pullarim ham qolsin shu yerda. Mana buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham. Va buni ham. Buni ham. Yangi yil bayrami yaqin o'rtoqlar. Shuning uchun yangi yilga shularni olib qo'yamiz. Hozir sizlarga game xonani ko'rsataman. Kecha men qurib qo'ygandim. Bugun endi narsalarni joylashtiramiz. Eshikni yopib qo'yamiz. Va mana. Buni kompyuter nimaga bo'lib qoldi. Hozir bitta bo'sh qo'l olib olaylik o'zimizga. Mana bu yerda pechka turadi. Mana bu nimaga bunday desanglar, kecha o'rtoqlarim kelganda mana shu game xonamda o'tirib choy ichgandik, mana shular qolgan. Hozir birinchi o'rinda bu yerga pechkani joylashtirib olamiz. Ana pechka joylashdi. Endi bu yerga mana bu bunaqa divonlarni, o'tiradigan divonlarni yopishtirib olamiz. Yopishtirib olamiz deyapman, joylashtiramiz. Mana bu ichimlik xalaqit beryapti. Ana 4 ta bu yerga. Endi 4 ta bu yoqqa. O'tirib oldimi? Ana. Va shunday qilamiz. Ana. Menimcha chiroyli ko'rindi. Shu pizzani unaqasiga qilib qo'yamiz. Ana. Endi zo'r ko'rinadi. Bironta kelsa ham shunda o'tiradi, choy ichib o'tiraveradi bironta kelib qolsa. Xo'p, endi mana bu yerda oynani joylashtiramiz va mana bu yerga soatni joylashtiramiz. Bu yerga game xonaga kerakli bo'lgan narsalarni joylashtiramiz. 1 2 3 buni olib olamiz. Nima bo'lyapti? Buni va mana shunday edi. Mana shunday edi menimcha. Mana shunday yaxshi turdi. Qani endi birinchi o'rinda mana bu kompyuterni joylashtiramiz. Not ekronni ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Yo'q, buni sal beriroqqa joylashtirmasak birlashib qolyapti. Ana shunday. Bu yerga ham bitta kompyuter ketishi kerak hali. Yo'q, sal beriroqqa surish kerak ekan. Yo'q, noto'g'ri bo'lyapti nimagadir. Bo'lmasa sal buni beriroqqa so'raylik. Bo'ladi. Yaxshi turdi. Endi mana bu yerga o'tiradigan nimaga yerga qo'ydim. Hoppa. Va mana bu yerga qo'yaman. Kompyuterni bosib oldim. Buni qo'yaman. Va buni ham qo'yaman. Ana. Bironta o'rtoqlarim kelsa, mana shu yerda o'tirib kompyuter o'ynayveramiz. Xo'p, yana nimalar qoldi? Endi mana bu yerga archani joylashtiramiz va mana bu yerga shamcha, ya'ni chiroyli ko'rinadigan narsa. Va ana archa ham tayyor. Endi mana bu yerga xo'p, mana va mana ana o'rtoqlar yonib turibdi. Mana chiroyli bo'ldi o'rtoqlar. Faqat mana shu pechkani yoqib qo'ysa bo'ldi. Mana pechkani yoqishga do'kondan o'zi ketishib qopti-yu. Bo'pti, ha, ertaga olib kelamiz do'kondan. Mo'ynaga yoqadigan ragjalka. Va bu yerda
qo'yamiz va endi uxlasak ham bo'ladi. Yo sal barvaqtmikan a? Hozir kompyuterda ko'raylikchi. O'zi o'rtoqlar soat 9 bo'pti. Ketdik, Minecraft o'ynaymizmi o'rtoqlar? Ha, ketdik. Ketdik o'ynaymiz da keyin uxlaymiz. Ana. Hoppale. O yaxshi. Bo'ldi o'rtoqlar, Minecraftdan zerikdim. Endi tepaga chiqib sal ovqat-povqatimni yeb olsammi? Mana bu yerda non bor ekan, mana shu nonni yeyman. Bu yerda yotaman. Ana shunday. Endi yo'q, qornim ochamas ekan uncha. Endi buni qo'yib qo'yaman. Ana soat ham o'zi 1larga yaqinlashibdi. Bo'ldi, kompyuterni o'chirib qo'yamiz. Uxlashga ketdik o'rtoqlar. Ertalabdan salom barchaga o'rtoqlar. Sizlar bilan men Kenzo. Bugun esinglarda bo'lsa, Jazolka sotib olishimiz kerak edi. Ender Dragon. Hozir qani Ender Dragon? Qayerda turibdi? Bizga farqi yo'q. Biz ketdik. O, mana bu yerda zombi. Yo'q, albatta. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, qilichim qanday kuchli. Xo'p, mana magazinga ham yetib keldik. Magazinga to'g'risi birinchi marta kelishim. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Tort bor ekan. Bu yerda odam qani? Menimcha hali kelmagan bo'lsa kerak. Mana bu yerda kiyinish xonasi bo'lsa kerak. Mana shu yerda kiyim olsa bo'ladi. Va mana biz qidirgan jajilka. Pulini qayerga qo'yamiz buni? Mana ochilarmikan? Demak, mana yo'q. Bunisiga solishga ulgurmayman. Mana shunisiga solib ketsak kerak. Nech pul ekan bu endi? Bozorda, yo'q, bozorda deyapman, shaharda 600 mirot. Mayli, 800 mirot tashlab ketamiz. Mayli. Bu tushmadi. Bo'ldi, biz ketdik. Yo'q. Shu yerga tashlab qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Nimagadir tashlamayapti. Mayli, mana bu yerga so'qib ketamiz. 800 mirotni va ketdik. Mana bizdan olgan sabzavotlarni mana shu yerga qo'yishyapti. Menga farqi yo'q. Menga pul bo'lsa bo'ldi. Hop, jajalkani oldik. Endi yo'qsak ham bo'ladi. Ana. Qani 1 2 3 bismillah. Ana. Endi issiqqina bo'ladi. Zo'r bo'ldi. Zo'r. Bu Robert Gamer degan odam kim desanglar, bu shu meni Robert Gamer degan bir do'stim bor, kecha kelgan. Shunga YouTube kanaliga podpiska bosib ketgan. O'rtoqlar, shu Robert Gamer degan o'rtog'imizga obuna va like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyaga Kenzodan salom desangiz, o'zi bilib oladi. Ketdik, Minecraft o'ynaymiz. Nimagadir shunaqa ovozlar kelyapti. Xo'p, negadir jitellar ko'rinishmayapti 2 kundan beri. Bilmadim.
Uyda bo'lish kerak barisi. Mana kravatlar turibdi. Barisiniki. Lekin o'zlari yo'q. Agorotiga qaramaganim hech qaysi. Bilmadim menga farq. O'rtoqlar, shu bilan videomiz tamom bo'ldi. Like va obuna bosishni esdan chiqarmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.